Ibrohim Shomurodov Markaziy harbiy sport klubi. Sakson 4 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasi. Munosib raqiblar va jang boshlandi. Har ikki so'naqay qo'llar ustidan zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi Shomurodov. Va mana bunday oyoqqa o'tyapti va ajoyib tarzda takedown amalga oshirishga muvaffaq bo'lmoqda. Kutib turgan ekan, baribir mana shu holatni. Kutib turgan ekan. Farobek Ibragimov o'rnidan turishga harakat qilyapti. Birinchi urinish o'tgandek hozir belni nazoratga olishga urinib ko'rdi. Shomurodov ancha faol jang. Anchagina faol jang. Raqibni yiqitishga harakat qilmoqda. Ibrohim Shomurodov oyoq zarbalari mana bu tariqa va belni nazoratga olyapti. Belni nazoratga olyapti. Deyarli back mount, hali to'liqligicha emas, bir oyoqni o'tkazdi faqatgina. Mana endi to'liq mountga o'rnashib olishga muvaffaq bo'lyapti Shomurodov. Ammo raqib qo'lini qanday ushlab turganligini ko'rishingiz mumkin. Har bir element, har bir vaziyat belgilangan, har bir holat bu yerda juda muhim. Turyapti, lekin baribir turyapti Ibragimov. Turyapti, imkon bermayapti raqibga jangni parterda nazorat qilishga. Qarib full mount edi. Qarama-qarshi Kimura amalga oshirishga harakat qilmoqda. Agar qo'lni chiqarib oladigan bo'lsa, bu Kimurani amalga oshirish imkoniyati paydo bo'ladi. Oyog'ini o'tkazib oldi, lekin qo'l oxirigacha bormagan. Biroz turibdi bizni referi. Oyog'ini o'tkazib ol degan ko'rsatma. Albatta uzoqlashdi. Oktagon chetidan atayin qildi bu ishni. Juda yaxshi imkoniyat Ibragimovda. Agar hozir qo'lini chiqarib oladigan bo'lsa, bu qarama-qarshi Kimura va qochish deyarli imkoni bo'lmaydi, lekin qo'lini ishga solgan holda hozir himoyalanyapti Shomurodov. Kuzatamiz. Qorin qismiga zarba. Og'irtish usuli uchburchak holatiga o'tib ketishi mumkin. Ko'tarishi mumkin, lekin butun bosimi bilan Ibrohim Shomurodov raqibni oktagon chetiga taqamoqda. Aytib o'tishdi, uzoqroq ketish kerak ekanligini oktagon chetidan, ammo aytishga oson. Nafas olish kerak albatta bunday vaziyatlarda. Chiqarish qiyin, chunki jon jahdi bilan mana shu qo'lini saqlab turibdi. Ibrohim Shomurodov jon jahdi bilan ushlab turibdi shu qo'lini. Bo'shatib olsa kifoya. Ikkinchi qo'ldan uzib olish kerak. Ikkinchi qo'li bog'lam yuzaga keltirgan Shomurodov. Bo'ldi. Harakat bo'ldi. Kimuraga urinib ko'rdi. Mana o'sha takedown. Yuqori amplitudada. Ochig'i bilmadim kim bu raundni o'ziniki qilib olgan. Alijonovni ko'ryapmiz.
ikkilik zarbasi. Ibragimov yana faol boshlayapti. Shunday faol boshlaganida, ammo ko'rdingiz, keyinchalik jangni tezligini parterga o'tkazib olishga muvaffaq bo'lgan edi. Jab. O'ng qo'l, chap qo'l, zarba va mana bunday o'tib olyapti. Menimcha biroz yanglishtirib yubordim sportchilarni, hozir ko'ramiz. Yana Kimura. Xabgard ham deyish qiyin. Bu vaziyatni yana Kimura amalga oshiryapti. Ibrohim Shomurodov qizil burchakdagi jangchi ekan, biroz yanglishtirgan bo'lishi mumkin. Buning uchun uzr so'rayman. Birinchi navbatda sportchilardan, lekin bo'g'ishlar yo'q. Ajratib olish bizga ham oson emas. Bosh qismiga zarba. Keling hozir kiyimiga qarab aytaylik, keyin ajratib olamiz. Tuzada qorin qismiga zarba. Chiqib ketyapti. Mana shu hududdan takedown bor. Va yon taraflama nazoratga o'tishga harakat qilyapti. Yo'q, gard bermadi raqib. Ushbu vaziyatda nazorat qilishga. Va do'stlar, ikkinchi raund ham yakuniga yetdi. Hozir mana endi ajratib olamiz. Kim qizil, kim ko'k burchakka. Ha, demak, qizil burchakda Ibrohim Shomurodov ekan, qora kiyimda. Qizil kiyimdagi jangchi Surxondaryo viloyat vakili Farruxbek Ibragimov ekan. Menimcha yanglishtirdik birinchi raundda, aytga yo'ymaysiz do'stlar. Usul, unga qarshi usul. Yana bir bor ko'ramiz, yana bir bor kuzatamiz. Takedown. Ha, mana endi aniqlashtirib oldik. Mana bu jangchi Ibrohim Shomurodov. Bu tomonda Ibragimov. Uchinchi raund. Ko'proq kuch sarflab qolganga o'xshaydi Shomurodov. Cross ortidan chap qo'l, yon taraflama zarba. Jab, ikkilik zarbasi tutishga harakat qilyapti mana shu zarba bilan. Yana ikkilik zarbasi. Low kick.
Kroson qo'l va oyoqqa tashlanyapti, oyoqqa. Takedown amalga oshirish shirinjida qolaversa belni nazoratga o'tishga harakat qilmoqda. Ikkita zarba qo'l bilan mana bu raqib uchun noqulay vaziyatda Farruxbek Ibragimov yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Mana shu ikkita zarbasini qo'lini chiqarib olish kerak albatta. Vaksincha Shomurodov qo'lini bermaydi. Chiqarmaslikka harakat qiladi. Pasroq ushlashga, ko'tarishga harakat qilyapti. Bo'ldi, qo'lni o'tkazib oldi va mana bunday takedown. Ammo bo'yin berilgan va qolaversa bo'g'ish usulini amalga oshiryapti hozir mana shu pallada. Referi diqqat bilan vaziyatga qaraydi. Pot holati. Bir qo'lini chiqarib oldi, endi bitta qo'l bilan bo'g'ishning imkoni yo'q. Boshini chiqarib olishga bo'lgan harakat chiqarib oldi, lekin bog'laydi o'ziga. Shomurodov o'ziga bog'laydi. Raqibni bosh qismiga zarba. Yana bir zarba. Ground and pound. Hali to'liq amalga oshirgani yo'q, faqatgina o'ng qo'lda ikkita zarba yo'lladi. Mount ko'rinishi bo'lyapti asta-sekinlik bilan. Yana bir zarba bosh qismiga. Mana shu holatning o'zida ketma-ket yo'llanmoqda. Kimura. Yana Kimuraga bo'lgan harakat usulga qarshi usullar bo'ldi. Jang yakuniga yetmoqda. Qiziqarli jang, murosasiz jang, munosib raqiblar bir-birlariga minnatdorchilik bildirishmoqda. Mana shu bahs uchun, mana shu jang uchun endi barchasini hakamlar belgilab berishadi. G'olib e'lon qilinadi. Teng jang. Biror bir narsa deyishimiz qiyin. Teng bahs va hakamlarga ham mana shunday janglarda juda qiyin bo'ladi. Mag'lub bo'lgan sportchiga esa og'ir bo'ladi. Tushunarli, a? Ikkalasi ham qo'lni baland ko'taryapti. Ikkalasi ham haqli. Ushbu jangda Ibrohim Shomurodovning qo'li baland ko'tarilyapti. Markaziy harbiy sport klubi a'zosi aytib o'tdim-ku, imkoniyatni boy bergan sportchi xafa bo'ladi bu jangda. O'z ota-onasiga salom yo'lladi orada. Farruxbek Ibragimovga ham biroz albatta achinamiz. U ham haqli jang o'taman, ketkisi yo'q. Ketkisi yo'q, oktagonda qolish ilinjida turibdi. Qolmoqchi. Natijadan norizo. Yutdim deb albatta taxmin qilyapti. Aytib o'tdim-ku, ikkalasi ham haqli bu jangda. Qo'lini baland ko'tarishiga va imkoniyatni boy bergan sportchi juda qattiq xafa bo'lishi ham aniq edi. Kutyapmiz. Qayta ko'rib chiqiladi chamamda hozir.
natijalar. Muzaffar Rajabov, Otabek Musayev, Surxondaryo viloyati arrajang sanatlari asosiysi rahbari bilan birgalikda turishibdi. Mana shu vaziyatni ko'zdan kechirishyapti. Uncha maslahatlashyapti. Jang yakuniga yetdi, qaror chiqarildi. Ekstra raundmi? Ekstra raundmi? Ekstra raundga kelishdi. Davom etadi. Mana shu jangning intermediyasi. Davom etadi. Ibrohim Shomurodov, Farrodbek Ibragimov qarama qarshiligi va barcha olqishlayapti. Chunki ekstra raund baribir bor edi, mana shu ekstra raund. Jangchilar bir-birlaridan norozi emas. Do'stlar, ular bir-birini hurmat qilishyapti. O'sha jang tugagandan keyin ham hurmat qilishdi. Ular natijadan. Va bilmadim kim, menimcha Muzaffar Rajabov yoki Otabek Musayev bilan birgalikda maslahatlashib mana shu ekstra raundni topishdi. Barchasiga oydinlik kiritib berdi. Bu yog'iga bahslash mumkin emas bo'ladi. Bu yog'iga endi sportchi nafasini ostida bo'lgan, ikkalasida bir xil holat. Jab va darhol oyoqqa tashlanyapti. Takedown amalga oshirishga muvaffaq bo'lyapti. Mana shu pallada yon taraflama nazoratga o'tyapti va aynan oktagon chetiga boryapti. Mana shu nazoratni qo'ldan boy bermagan holda Shomurodov ham alonlardan emas ko'rsatdi. Darhol oyog'i bilan oktagon chetiga o'rnashib olib, hozir raqibni va o'zini aylantirib tashlamoqchi. Ushbu vaziyatda qo'yib yubormaslik asosiy maqsad. Ibragimovda hozir gardga o'tib olishga harakat qilib ko'rdi. Davom etadi mana shu bahs. Ibragimov hujumda ushlab olishga bo'lgan harakat qo'yib yubormayapti. Bir kimniki bog'ishdi bilmadik ochig'i. Ochig'i bilmadik. Lekin takedownni darhol amalga oshirdi. Kimdan ushlash mumkin emas. Mana shu yerning o'zida Kimurama amalga oshirishga harakat qilib ko'radimi? Murakkab holatda qolib ketmoqda Shomurodov. Murakkab vaziyatda. Qarib mana shu nuqtadan tinmasdan zarbalar yo'llayapti. Raundning birinchi yarmi Ibragimov ustunligida o'tdi. Birinchi yarmi. Uppercut zarbasi yarim va Shomurodov hozir aylanib o'tishga harakat qiladi. Tizzada zarba. Butun arena jonbushga kelgan. Hamma mana shu jangni kuzatib boryapti. Aytib o'tdim, 3 raund mobaynida ular murosasiz teng jang o'tkazdi. Teng. Yana oyoqdan ushlab olyapti. Ikkinchisi esa Kimuraga bo'lgan harakat. Oyoq qo'lni bo'shatib olmoqda. Mana o'sha Kimura boshlandi. Ammo Ibragimov bu vaziyatda bermayapti qo'lini. Bermayapti. Ikkita zarba bosh qismiga. Ibragimov ijrosida. Va qarang, og'irtish usulini boshlab yubordi. Ibrohim Shomurodov. Og'irtish usulini boshlab yuborgan u.
chiggal holat bu ushbu vaziyatda. So'nggi soniyalar o'tib boryapti. Kimuraga o'xshash biroz qiyinroq kechadi. Faqatgina vaziyatdan chiqib ketdi Shilinjida Shomurodov. Yo'q, Kimurani boshladi, ammo vaqt yakuniga yetdi. Vaqt yakuniga yetdi do'stlar. Ehtiroslar. Ekstra raundda hal bo'lgan jang. Ibrohim Shomurodov g'alabasi qayd etilmoqda ekstra raund natijasiga ko'ra. Mana shunday holat. Bugun juda munosib raqiblar ekan-a baribir. Juda kuchli sportchilar. Shomurodov ham, raqibi ham. Damir Ikromov ko'k burchakda jang olib boradi. Ehtiroslari biroz bosilishi kerak. Oktagon epaqaga keltirilmoqda va biz kutyapmiz. Damir Ikromov, Toshkent Milliy gvardiya vakili va uning raqibi Murodjon Boyqobilov, Surxondaryo viloyatidan. Bog'ichlar yana chiqib kelishmoqda. Ajrat olish uchun hozir sportchi burchagiga borishi kerak. Oq kiyimdagi sportchi ko'k burchakda Damir Ikromov va Murodjon Boyqobilov qora kiyimda qizil burchakda jang olib boradi. Surxondaryo viloyati vakili.